G'ildiraklar poygaga yaramaydi deb o'ylayman. Bu poyga g'ildiraklari. Protektor qani? Oshxona pichog'i yordamida qirqib tashladim. Aks holda poygaga yaramasdi. Tushunarlimi? Nima? Balki tushuntirarsiz. Vazni va yo'lga ishg'alanishini kamaytirish kerak. Aks holda markazdan qochirma kuch ta'sirida g'ildirak yorilib ketadi. Bu g'ildiraklar soatiga 300 mil yurishga yaraydi. Kafolat beraman. Bu poyga g'ildiraklari. Meni modelim. Tormoz ham yarabsiz. To'xtashni emas, yurishni mo'ljallayapman. Bilib qo'y. Bu nima? Darvoza ilgagimi? Yo'q, eski oshxona eshiginiki. Bu nima? Nima bo'lardi, tiqin? Brendini qopqog'idan olingan. Poygada asosiysi bu vazn. Eshitdingmi? Vazn qanchalik kam bo'lsa, tezlik shuncha baland. Olovga chidamli kostyum qani? Nima? Olovga chidamli kostyumingiz qani? Yigitlar, yonib ketmoqchi emasman. Doim eski kostyumimni shimini kiyaman. Uylanishni xohlamay. Bekorchilikdan rekord o'rnatmoqchi ekanman. Zanjirga ilinmasligi uchun pochalarimni paypoqlarimga qistirib olaman. Mana bunday qilib. Shu xolos.